Shodiya. 5 kunlik dunyo serialining birinchi qismi 8-dekabr kuni 19:05 da Milliy TV orqali namoyish etilishi tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Sana birinchi daqiqalardanoq hikoyaga alohida ahamiyat beradigandek tuyuladi, go'yo yaratilgan muhitni his qilish uchun aynan shu vaqt tanlangandek. Birinchi bo'limda Shodiyaning dunyosi juda ehtiyotkorlik bilan ochiladi. Ichki kurashlari, hayotga bo'lgan qarashi, atrofidagi odamlar bilan munosabatlari, barchasi tabiiy va ishonarli ko'rinadi. Ssenariy mualliflari dramatik vaziyatlarni ortiqcha hissiyot bilan to'ldirmasdan, hayotiylikni birinchi o'ringa qo'yishi serialning eng katta afzalliklaridan biri. Kadrlar yorqin, musiqalar esa har bir sahnaning ohangini nozik tarzda urib turadi. Serial o'zbek oilaviy qadriyatlarining iliqligini, odamlar o'rtasidagi mehrning sokin, ammo kuchli aksini his qildiradi. Agar birinchi qismga qarab baho bersak, loyihaning keyingi bo'limlari yanada chuqur va ta'sirchan bo'lishi aniq. Shodiya. 5 kunlik dunyo ko'ngilga yaqin, sokin, ammo mazmunli hikoyalarni qadrlaydigan tomoshabin uchun ayni muddao.